Bolaligimdan komiks, pristavka, Lego va shunga o'xshash narsalarni juda yaxshi ko'raman. Afsuski yoki baxtimga o'sha paytlar ota-onamning sharoiti bo'lmagan bu narsalarni olib berishga menga. Lekin bu video ichki bolam haqida emas. Bu video o'z vizual stilni qanday topish haqida. Bilmaganlar uchun, vizual stil bu sizni ism, familiya, avataringizsiz ham taniydigan elementlar to'plami. Obrazingiz, firmali ranglar, muzika, subtitri va tak dalее. Va bu videoda men sizlarga o'zim ishlab chiqargan 3 etapli metodika orqali o'z vizual stilni qanday topishni ko'rsataman. Keling, birinchi bosqichdan boshlaymiz. Personaj. O'ylaymanki, hammalaringiz kinolardagi personaj qanchalik chuqur ishlanganiga e'tibor bergansiz. Shunchalik yaxshi ishlanganki, ekrandagi voqealarga ishonishni boshlaysiz. Axir na podsoznательном уровне bu film ekanligi va ekrandagi narsalar haqiqiy emasligini bilasiz-ku. Buning uchun avval kadr ichida qanday hayot yaratishni tushunishimiz kerak. Keling, buni Chorная птица seriali misolida ko'rib chiqamiz. Bizda taxminan 1105-yilda yashaydigan yaxshi yozilgan detektiv personaji bor. Endi uni atrofidagi dunyoga qarang. Hammasi bu personaj haqiqatdan ham 1195-yilda yashayotganini ko'rsatadi. Rekvizit va lokatsiyalar shunday tanlanganki, birinchidan ular personaj obraziga mos keladi, ikkinchidan ular yashayotgan davrga mos keladi. Aynan shu sababi biz hikoyaga va personaj haqiqiyligiga ishonishni boshlaymiz. Bizning vazifamiz o'zimiz uchun ham shunaqa personaj yaratish. Endi videoni boshiga qaytamiz. Men aytgandimki, geek madaniyatini juda yaxshi ko'raman. Komiks yig'ishni yaxshi ko'raman. Retro pristavkalarda o'ynash, xonamni posterlar bilan bezatish, Lego yig'ishni. Bundan tashqari xonamda juda ham ko'p lampalar bor. Bularning hammasi menga juda ham yoqadigan atmosfera yaratadi. Shu uchun men o'z personajim uchun retro amerikanskiy podrostok obrazini tanladim. Ya'ni kadrdagi personaj bu aslida men o'zim. Mening o'yinchoqlarim esa videolarim uchun tayyor rekvizit. Aynan ular orqali tomoshabin mening personajimga ishonishni boshlaydi. Siz ham personaj yaratishingiz va unga mos rekvizit tanlashingiz kerak. Shunda personajingiz atrofida kichik bir dunyo paydo bo'ladi. Agar sizda yorqin, ajralib turadigan xususiyat bo'lmasa, personajni noldan o'ylab topishingiz ham mumkin. Masalan, detektiv. Aytgancha, detektiv obrazi uchun yangi abadda juda ham ko'p rekvizitlar topishingiz mumkin. Har xil yozuv mashinkalari, eski telefonlar va tak dalее. Ularni deyarli tekinga berishadi. Agar personajingizga qanday rekvizit mos kelishini bilmasangiz, ChatGPT dan so'rashingiz mumkin. Endi personaj yaratib, unga mos rekvizitlarni tanlaganimizdan keyin ikkinchi etapga o'tamiz. Muzika. Muzika personajingizga to'liq mos kelishi kerak. Uning ichki dunyosini va xarakterini ko'rsatib berishi kerak. Men videolarimda o'zim eshitadigan muzikadan foydalanaman. Chunki aytganimdek, meni personajimga o'zim eshitib yuradigan muzika juda ham mos keladi. Agar qaysi muzika personajingizga mos kelishini bilmasangiz, yana ChatGPT dan foydalanamiz. Personajingizni batafsil tasvirlab bering. Unga mos rekvizitlarni yozing. Qaysi davrda yashashini ham ayting. Undan keyin unga mos muzikalarni tavsiya qilishni so'rang. Subtitrlar. Men asosan Instagramda Reels suratga olganim uchun subtitrlar men uchun juda ham muhim. Men ularga shunchaki matn sifatida emas, balki vizual stilning bir qismi sifatida qarayman. Shu uchun o'zimni personajimga mos piksel shrift tanlaganman. Yaxshi shriftlarni qayerdan topish mumkin deysizmi? Любой joydan. Bepul shriftlar joylaydigan saytlar, Telegram kanallari ham juda ham ko'p. Описаниеda o'zim ishlatadigan Telegram kanallarini silkasini qoldirdim. Bu videoda subtitrlarni qanday joylashtirishimni aytib o'tmayman. Lekin agar bu temaga qiziqsangiz, bu mavzuga alohida video chiqarishim mumkin. Xullas, yakunda nimaga ega bo'lamiz? Men uchun vizual stil bu shunchaki tomoshabinni e'tiborini tortib qoladigan narsa emas. Bu bir-biri bilan bog'langan detallardan tashkil topgan butun boshli dunyo. Umid qilamanki, bu video sizlarga foydali bo'ldi. Fikringizni izohlarda qoldirishni unutmang va albatta YouTube, Telegram va Instagramga obuna bo'ling. Пока.